gapiring. Allo, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xulkera opa o'zingiz bo'lasizmi? Ha, menman. Yaxshimisiz, salomatmisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi? Rahmat, Xudoga shukr, yaxshi, rahmat. Xudoga shukr, o'zingizlar ham sizingizlar. Rahmat, Allohga shukr. Ayni daqiqalarda biz sizga kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan qo'ng'iroq qilyapmiz. Boshlovchi Mumtozbek bo'laman. Rahmat, katta, tanishganimdan xursandman. Rahmat, men ham. Bugungidek go'zal sanalarni egasi ekansiz. Tabriklaymiz. Alloh xayrli qilsin. Yoshingizga yoshlar qo'shilsin. Aziz boshingiz omon bo'lsinki, bunday go'zal kunlarni yana ko'plarini yaqinlaringiz ardog'ida ko'rib yuring. Ahli xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik, baxt va saodatni tilab qolamiz. Rahmat, ilohim. Aytganingiz uchun Minnatdormiz. Mana shunday go'zal kunlar munosabati bilan biz loyihamizga bir yaqin insonlaringizdan sizga atalgan tabriknomalar, dilnomalar yetib kelgan. Sizni tabriklash va xursand qilish uchun. Nima deb o'ylaysiz, mana shu tabriknomalarni biz loyihamizga yo'llagan yaqin insonlaringiz kim bo'lishlari mumkin? Taxmin qilib ko'ring-chi. taxmin. Singlimmikan? Yana Singlim bo'lishi mumkin, o'rtog'im Umidaxon bo'lishi mumkin, yoki Gulshanoy bo'lishi mumkin, yoki jiyanim Zohida bo'lishi mumkin. Mayli, o'zim sizga yordam beraman. Ayni daqiqalarda barcha yaqinlar nomidan sizni juda ham yaxshi ko'ruvchi, qattiq hurmat qiluvchi, men uchun juda ham qadrli, bebaho insonim, alohida ta'kidlab o'ting deya iltimos qilganlar. Ana shu ham o'rtog'ingiz, ham hamkasbingiz Nafisaxon opa tabriklamoqdalar. Voy Nafisa, voy rahmat katta o'rtoq, boriga shukr. Rahmat katta. Allah razı bo'lsin. Farzandlarini baxti kamolini ko'rsin ilohim. Aytganingiz kelsin. Ularga hamrohlikda barcha yaqinlaringiz, oila a'zolaringiz nomlaridan ham muborakbod etmoqdalar. Rahmat, katta rahmat. Farzandlarini baxti kamolini ko'rsin. Ilohim baxt barakamlar qo'sha qilsin. O'ylagan niyatlariga yetsin. Rahmat katta. Syurpriz bo'ldi haqiqiy. Rahmat. Ana shu mehribon hamkasbingizni sizga atalgan tabriknomalari bor. Agar ijozat bersangiz, ushbu tabrik xatlarini sizga o'qib eshitiraman, maylimi? Mayli. Rahmat kattakon, marhamat, qabul qiling. Assalomu alaykum aziz insonim, qadrligim, mehribon dugonajonim. Sizni bugungi shukronalik ayyomingiz bilan tabriklayman. Dunyodagi jamiki eng go'zal, eng samimiy, eng ezgu tilaklarimiz bugun siz uchun bo'lsin. Ilohim hamisha Allohimning panohida bo'ling. Tana joningizni hamisha sog' va salomat omon saqlasin. Har ishingizda Allohim o'z yor, o'z madadkor bo'lsin. Hayot yo'llaringiz va qalbingizni birdek nurafshon etsin. Umr yo'llaringizda hamisha baxt, omad, oilaviy xotirjamlik dilingizga sokinlik tilaymiz. Doimo mehribon Allohimni hifz va himoyasida, yaqinlaringizni qo'llab-quvvatlashida ardog'ida bo'ling. Uzoq va sermazmun hayot kechiring. Go'zal qalbi bulutlarga oqlik ulashgan, har so'zi ilm va tafakkurdan dilga yo'l ochgan Allohimning menga bergan inoyati. Boringizga behisob shukrlar bo'lsin. Allohim hamisha tana joningizni sog' va salomat omon saqlasin. Qadrli qadrdonim, yana ko'p bora mana shunday takror bahoringizni birga nishonlashni va mana shu qadrdonligimiz mustahkam bo'lishini Allohdan so'rayman. Shukronalik ayyomingiz muborak bo'lsin. Allohning rahmati bo'lsin bizlarga. Qalbimiz hidoyat nuriga to'lsin. Shukrim yetkazdi qutlug' kunlarga, tavallud ayyomingiz muborak bo'lsin. Tortiq bo'lsa sizga duo salomlar. Duoda eng go'zal shirin kalomlar, ilohi uyingiz nurlarga to'lsin. Tavallud kuningiz muborak bo'lsin. Sizni suysin payg'ambarlar sardori. Siz ham bo'ling ul jannatning gavhari. Allohdan so'raylik ezgu bir niyat. Aziz insonim, tavallud kuningiz bo'lsin muborak deya ushbu go'zal nomalarni dugonajoningiz nomidan qabul qilasiz.
Rahmat, dugonam, boringga shukur. Rahmat, e'tibor uchun, chiroyli tilaklar uchun. Ushbu tilaklar dugonam o'ziga ham hamroh bo'lsin. Ko'nglim sodiq ko'tarib, rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Sizlardan ham qilayotgan xizmatlaringiz uchun rahmat. Rahmat. To'g'risi, tilim ojiz qoldi. To'g'risi, rahmat katta. Minnatdormiz. Opajon, tavallud kunlar, shukronalik ayyomlar yana bir bor qutlug' bo'lsin. Siz ham yaqinlar baxtiga doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling. O'zingizni ehtiyot Sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'linglar, sizlar ham yaxshi ishlanglar. Sog', rahmat.